orqamizda turgan narsalar qo'ylarga somonlarni kesadigan jodi bo'ladi. Hozir bularni ichiga 2 ta temirni yashirib qo'yamiz, 3 ta ishtirokchini tanlab olganmiz. Bular o'sha somonlarning ichidagini agar kim mana shu temirni topib kesib tashlasa, o'sha o'yindan chiqib ketadi. Agar buni topolmagani, somonni o'zini kesgani o'yinda qoladi. Bo'ldi, o'zi yashirib qo'ydik. Hammalar tayyormisizlar? Kimdan boshlaymiz o'yinchi? Mendan boshlaymiz-da. Sizni tanlang, mana shular ichidan bittasini tanlashingiz kerak. Mana 8 dan ichidan. 8 dan ichidan bittasini tanlashingiz kerak. 8 dan ichidan men o'zimni o'rtadagi jodimni tanlayman. Necha marta kesib berishim kerak? Yo, hammasini o'rtasigacha, ana mana shu o'rtasigacha kesib berishingiz kerak. bo'ldi. Bo'ldi, yetadi. Hozir o'yinda qoldilar, baribir chiqib ketadi. Ha, o'yindaman. Endi qaysi birini tanlaysiz aka? Hashim. Mashinami? Ha. To'g'ri. Ha. Oxirigacha ketamiz. Chiqmadi. Bo'ldi, chiqmadi. Bag'am og'ir o'yinda qolyapti. Endi 3-oyni sanjar ekanmiz. Qaysini tanlaysiz? Men mashina tanlayveraman. Endi tavakkal. Bo'ldi, yo'q aka. Yo'q aka, bo'ldi. Yo'q aka, Bo'ldi, yo'q aka. Bo'ldi, hozir mashinani sizlar jodini olib qo'yaylik. Hozir so'lar ya. Mana 5 ta jodimiz qoldi. 5 ta jodidan qaysi birida deb o'ylasak. Qaysi birida ular temir bor, ikkitasida hozir o'sha temirdan kesib olsangiz o'ynashib ketasiz. Bo'ldi, xo'p. Yana o'rtadan tanlayman. O'rtadagini nima qilamiz? Hali shahardan bo'lsin deydi-yu o'shandan-da. Ay, yutkazib qo'ydim mana. Shahardan bo'ldi. Bo'ldi. Qaysi birini tanlaysiz endi aka? Bunisini. Mashinasini? Ha. Bo'ldi. To'xta. Boshlayvering. Boshlayvering. Ha, bo'ldi. Ichidan ko'rsating. Temir chiqib qoldi. Oxirgi ishtirokchimiz ham chiqib ketib qoldi. Boshqangi qiziqarli videolarni, foydali videolar o'tib bormaslik uchun Fraz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Boshqa jodilar zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar.